Hop, assalomu alaykum o'rtoqlar. Bugun sizlar bilan obzor pozitsiya, ya'ni biz tillagi va GBUSD tilla ishlab juda katta foyda qilganmiz. Ya'ni bu narsani ko'rsatib berishga harakat qilaman. Nima tasdiqlar orqali kirganmiz, nima tasdiqlar orqali kirsa bo'lardi. Ya'ni buni ko'rishimiz mumkin. Hop, tillada bugungi holatni ko'ramiz. No farq. Endi bozor основной texnologiyaga qaraydigan bo'lsak, price action bizga faqat sell beradi. Price action sell berayotgani uchun bizda OB zonamiz bor edi 4 soatlik time frame'da. 4 soatlik time frame'da agar OB kelsa, OB dan risk qilamiz. Buning nimagaki? Chunki biz hozirgi momentda full FVG'ni поглощение qilib qo'ydik. Ham biz IFVG da turganimiz uchun основной majetiy FVG IFVG dan katta reaksiya kutdik. Reaksiya zo'r bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Bozor butga kelgandan keyin biz sell orderini ochganmiz, qanaqa qilib tasdiq 3 minutlik time frame'da tasdiq bor edi. O'rtaga tortganimizda majetiy OB'lardan kirganmiz. Stop loss ya'ni pastda, stop loss teparoqga qo'ydik, ozgina shu maksimumlarga qo'ygan edik. Shu maksimumdan tepasiga, ya'ni botgacha chiqsa значит просто stop loss olaman deb mana shu yerda sell kirganmiz. Yana ozgina teparoqda sell kirilgan edi. Sell yana bu yerdan o'tiga tortib turib, o'tigadan yana bitta sell kirgan edik. Stop loss xuddi shunaqa. No farmni mo'ljallab, ya'ni mana konkretni qanaqadir Asian lowgacha borish shart emas edi. Asian low tushib ketsa, основной impulsiv движение no farmni ushlab bozordan chiqib ketishdi. Mana ko'rishingiz mumkin. Biz sellga ishladik. Biz bu narsani sellga ishlaganimizdan oldingi videolarda aytib o'tdik, ya'ni sellga ham payga ham ishlaymiz deb. Lekin men no farmda risk qilishga qaror qildim, chunki основной price action sell edi. Biz ko'rishingiz mumkin, haftalik minimumdan pastga yopilib kulli svecha, ya'ni ko'rishingiz mumkin. Shundan keyin men pastga kirishga harakat qildim. Full faqat pastga ishlashga harakat qildim. Ya'ni qattiq yaqin problemli zonalar bo'lsa, mana shu yerdan sell kirishni boshladim. Ya'ni faqat bu FVG tasdiq bo'lmadi menga. Momentda IFVG borligi uchun, ya'ni bu FVG da поглощение qilib qo'yganimiz uchun shu zonadan ham kirganmiz. Ya'ni albatta yodi FVG ham inobatga olingan. Yodi FVG ham inobatga olingan va aslida IFVG bo'lgan. Mana biz ko'rishimiz mumkin. Sellga ishlab oldik, chiroyli, juda ham chiroyli sell pozitsiya bergan. Keyin biz ajoyib profit olib chiqib ketganmiz. GBUSD hop, biz kunlik time frame'ni ko'rishimiz mumkin. Kunlik time frame'da bozor o'smoqda, tushmoqda, to есть mavzu biz 4 soatlik time frame, 1 soatlik time frame'ga o'tib oldik. 1 soatlik time frame'ni ko'rishimiz mumkin. Bozorda struktura ya'ni davom etyapti. Struktura davom etgandan keyin biz nima qilishimiz kerak? Ya'ni FVGlar o'taga, ya'ni oddiy narsa arzon qimmat zona, ya'ni arzon qimmat zona deganda buni o'zgartirib qo'yishim kerak yangini. Hop, arzon qimmat deganda 0.7 dan tepaga chiqqanda biz sellga qidirishimiz kerak edi pozitsiya. Hop, 0.7 dan tepaga chiqdi bozor va 0.7 dan tepaga chiqqandan keyin biz 3 minutlik time frame'da ajoyib price action ko'rganmiz. Ya'ni bu yerda full снятие bo'lgandan keyin hop, ichki strukturalar buzilishi ko'rishingiz mumkin. Ichki strukturalar buzilishi va shu buzilgandan keyin albatta просто sell va stop loss shu zonalarga teparog'iga qo'yilgan edi. Даже mana
Asian log'ida olib chiqib ketganmiz take profitimizni. Endi bizga stop lossga ham уже bormagan. Biz уже tepani olganimizdan keyin bozor stop bo'lgan. Ko'rishingiz mumkin. Padiyalgacha ham qo'ymoqchi edim. Men just hech kim uzoq zona bo'lgani uchun mashetlarda уже farm ya'ni orqaga qaytib ketish katta ehtimol bo'lgani uchun mashetlarda уже biz mashetlarda riskni to'xtatganmiz. To'xtagandan keyin boshqa riskni qilmadik. Bozorda kirish mana misol uchun bozor pastroqgacha ushlab turish uchun mana misol uchun padiyalgacha hozir borish mumkin bozorni, lekin bizning stop lossimizni olgan bo'lardi. Shu o'zi safe qoldik, mana ko'rishingiz mumkin. Bozorda hozir oddiy yurish. O'zbekiston vaqti bilan 1:36. Hozir soat mana soatim 10:30. Men boshqa davlat bo'lganim uchun. Hop, endi ko'rishingiz mumkin. Euro USD zonamizga kelib berdimi? Mana ko'ring. Hop, Euro USD oldingi videolarda aytganimizdagi mashetli zonalargacha bizni sel ishlasa bo'ladi, ближайший zonalargacha, ya'ni shu likvid va amitda kuchli sel sayt. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda ham bozorda ham juda ham chiroyli yurish bo'lgan, lekin bu 4 soatlik time frame'da unaqa kuchli ancha price action bo'lmagani uchun mana to'g'ri ko'rishingiz mumkin. IFVGdan keyin ya'ni bozor слишком implus-mantiqga chiqib turgan. Mana Aziyalarda ko'rishingiz mumkin, Frankfurtda ular juda ham tez chiqib ketgan. Bunaqa kuchli tasdiq ham bermagan menga, ya'ni pastni yo'llarni buzmagan ham. Katta slabiy bo'lgani uchun GBP USD risk qilib take profit olib chiqib ketganman. Endi narsani ko'rishingiz mumkin. Biz PDHdan tepada ham yopilganmiz. Euro USD menga to'g'risini aytsam yoqmadi ozgina. Aslida men param GBP USD shuning uchun shu yerda bozorga qilishga harakat qilaman. Xudo xolisa hozir mana shu videodan keyin indekslar, ya'ni Gerchik, Nasdaq va S&P 500 da haftalik analiz qilishni boshlaymiz. Balki undan keyin Bitcoinni ham qilarmiz. Qaraymiz, vaqtlarga qarab sekin chiqarishni boshlaymiz. Xudo xolisa. Xo'p. Bitta oddiy trendlar bilan payga kirilgan bu yerda. Mayli, hammanglarga omad, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammanglar tushundilar degan umiddaman nimaga bugun sel ishlanganini. Hammanglarga omad.